Yunusobodda 11-kvartalda sotuvimizda bir xonali uyimizni 37 kvadrat metr. Tayyor kirib yashaydigan mebel texnika videoda nima ko'rsangiz hamma narsa qoladigan. Lokatsiyamiz zo'r, maktab, bog'cha, metro, targoviy kompleks hamma narsa 2 qadamli yo'nalishimizda. Bu uyimizda 4-qavatda joylashgan 4 qavatli binomizda uyimizni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Uy egalari narxiga keladiganimizda 47500 so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Rishotka bor, akaron bor, manzara, yashil hudud juda ham chiroyli ko'rinyapti. Bu tarafimiz mebel, bu tarafimizda ovqat tayyorlaydigan oshxonamiz va xolodilniklarimiz mana indizib yaxshi holatda turibdi. Keling, bu yog'imiz esa bizda zalimiz, mягкий mebel, televizor, konditsionerlarimizgacha bor. Bu yog'imizda ikkinchi xona, eski oshxonaning o'rni balkonga ko'chirilgan. Bu yoq дополнительный spalni yoki детский qilib foydalansangiz bo'ladi. Bu yoq tarafga keladigan bo'lsak, podyezddan asosiy kirish eshigimiz bo'ladi. Bu yoqimizda bizda prixожий, sanuzellarimiz alohida, hammom va hojatxona. Uy toza, investitsiya uchun ham zo'r. Hech narsa olib kirib qo'yish kerak emas, hamma narsasi bor. Lokatsiyasi ham zo'r. Telefon raqamlari sanada tezda aloqaga chiqasiz. Telegram ссылка kanalimizga ham pastda qo'yib beraman. O'sha yerda ham obuna bo'lib qo'ying.